Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tinchmisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Uzoqdagi balalarim, nevaralarim, hammalaring yaxshimi? Mana bugun oxirgi kunimiz, mana O'zbekistonni nonlarini yeb, bitta nasib bo'lsa Rossiyaga uchib ketamiz. Baribir o'zimizni O'zbekistonimizga kelmaydi. Mana ona tuprog'imizni bekorga aytmaykan, kindigimiz qoni to'kilganda bekorga aytmaykan. Baribir begona yurtga yursangiz ham baribir tortadi. Baribir o'zimiz O'zbekiston jonon, O'zbekistonimizga teng kelmaydi. Ilojimiz yo'q. Ilojimiz yo'q, borishga anavimiz yo'q, baribir borishimiz kerak. Nevaralar hammasi shaqqa, hammalar sog' bo'lsalar bo'pti. Mana mehmonlar bizlarni kuzatishga kelibdi, mana o'zimiz hamsiyalar. Mana o'tirimiz guling qilib, mana nasib bo'lsa ertalab soat 6ga chiqib ketamiz uydan mana. Mana Jamoljon ham sherga mana. Mayli sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Diliga bir nima deysanmi, Jamol? Ha, Dilapa. Mazangiz zo'rmi? Charchamasdan hech xavotir olmang. Hammasi zo'r. Nasib bo'lsa. Ha, gapirib oling mana. Ana to'rga Gulnor opamiz o'tiribdi mana. Mana Jamoljonning onasi. Ha. Sog' bo'linglar, charchama. Dadang mana ayang yaxshigina kutib. Voy borib omon qaytinglar hammalaring, sog' bo'linglar. Anvarga ham salom ayt. Charchamasdan ishlanglar. Mayli sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Erta nasib bo'lsa mana shu kechga biz ham Moskvaga bo'lamiz. Hammalar opa-singillarim, jigarlarim, hammalaring sog' salomatgina yuringlar. Qiynalmanglar hayotdan. Hayotni yengib o'tishga harakat qilinglar. Va hayot 15 kun qarang, 15 kun yorug'da bekor ketmagan. Yengili ham keladi, og'iri ham keladi, chidash kerak, bardosh berish kerak. Sabr kerak, faqat sabr. Mayli sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana uchrashguncha xayr. Olinglar.